Автоматический режим. Overclocklar qiroli bo'lmish Jack Urus tikuv mashinkamiz sun'iy intellekt chipi bilan beshuni ishlash mexanizmi bilan jihozlangan. Ushbu mashinkamiz material tanlamas bo'lib, qalindan yupqaga o'tganda chok tashlamaydi, ip uzmaydi hamda tezlikni pasaytirmagan holatda tikish imkoniyatini beradi. Mashinkamiz mana bu yerda joylashgan sensor matoni ko'rgandan keyin labga avtomatik ko'tarilib tikishni boshlaydi. Agarda keskin to'xtash kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, mashinkamizni pedalini orqaga bosganingizda mashinkamiz to'xtaydi. Davom ettirmoqchi bo'lsangiz, pedalni oldinga bosib qo'ysangiz, tikishda davom etadi. Mashinkamizda yana bir qulayliklardan biri, mashinkamiz materialni qalinligiga o'zi moslashadi. Ekranimizda joylashgan ushbu knopkamizni bosib turamiz. Ekranda raqamlar paydo bo'ladi. Bu raqamlar labkani bosish davleniyasini ko'rsatib turadi. Materialni qo'yganimizda raqamlar materialning qalinligiga qarab o'zgaradi. Ushbu mashinkamizning elektronik qismiga umrbod kafolat beriladi. Mashinkamizning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring.